Navbatdagi mashinamiz Gentra, avtomat korobka. Bu mashina nafaqat sovuq motorga. Misol uchun yurib kelib to'xtadinglar, biroz vaqtdan keyin mashinani zavod qilsanglar, vir bo'lib ishlaydi motor. Bu topливный korreksiyani boshqara olmayotganligidan dalolat beradi mashinalarni. Yoki smes, topливный smes yoki bogатый juda ham boy aralashma yoki juda ham kambag'al aralashmaga o'tganini bildiradi. Mashina yaxshi tortmaydi. Benzinda ham, gazda ham torsh dinamikasida yaxshi xarakteristikalar ko'rsatmaydi. Mana bu mashina ham xuddi shunaqa kasal bilan keldi, nuqson bilan hozir qilib berdik. Mashina ideal ishlashni boshladi. O'chirib zavod qilganda ham asosan benzinda bildiradi. Gazda uncha bildirmasligi mumkin, asosan benzinda. Bu pereboy bilan ishlaydi, birozdan keyin yaxshi bo'lib ketadi. Ayniqsa sovuq motorda yaxshigina normalniy qaltira beradi. Sizlarda ham shunaqa muammo bo'lsa, mana to'g'ri bizga murojaat qilasizlar.